Shu holat bo'lishini xohlamasangiz siz ham kuzatib boring va bu xatoni qilmang. Xo'sh, assalomu alaykum kuzatuvchilar. Mana bugun 11-aprel 2026-yil. Pomidorlarimizdagi mana shunday holat bor. Bu hamma joyda ham bor emas. Bitta parnigimizdan ortgan bir 100 tacha pomidorimiz bor edi-da, narigi parnikka ekkandik. Keyin u pomidorlarni olib kelib bu parnigimizga, xullas bu parnigimizda oldin qish oylarida mana shu yerda pomidorlar bor edi-da. Shu pomidorlarda ozroq mozaika virusi bor edi. Mozaika virusi ham muammo emasdi-yu, lekin ichkarida kam pashsha saqlangandi, oq pashshalar. Keyin angarimizni to'liq tozaladik da bodring ekishga tayyorladik. Mana bodringlarimizni holatlari hozir mana shu holatda ketyapti. Keyin bodring ekishga tayyorladik. Bodring ekishga tayyorlash jarayonida u tarafda pomidor ham ekilgandi. Pomidorlarni u yoqqa ekib ortganini keyin bu yoqqa ekdik. Lekin ekish oldi biz ichkarini to'liq dezinfeksiya qilib, hasharotlarga qarshi dorilab keyin ekishimiz kerak edi. Lekin ortgan ko'chatni uzoq vaqt saqlamaslik maqsadida ertachiroq ekib yubordik-da. Bodring undan bir 10 kuncha, 15 kuncha keyin ekilgan bizni bu joyimizga. Shu vaqt ichida doralash ishlar ko'payib qolib ketgan. Shuning natijasida pomidorlarimizga hasharotlar ko'p tushib ketib, mana shu mozaika virusi tushib ketishiga sabab bo'lib qolgan. Mana shu holatga kelib qolgan. Bu holatda pomidorlarimizni asosan bu ko'chatlar birak desa ham bo'ladi. Bu ko'chatdan bir yaxshiroq hosil olishni umid qilmasa ham bo'ladi. Endi bu rivojlanmaydi. Shuning uchun mana shu har bir ekish jarayonlarida ichkaridagi ekin tozalagandan keyin bir dezinfeksiya ishlarini olib borish maqsadga muvofiq bo'ladi. Kasalliklar, har xil zamburug'li, bakterialni, virusli kasalliklarni tushmasligi uchun shu ishni qilishimiz kerak. Keyin mana shu holatda biz to'g'ri, bu virus ham 90% holatda mana shunday avj olganlarini endi o'zi tuzatishni pashti iloji yo'q. Bu dorilar, har xil agronomlar tavsiyalar ham berishi mumkin. Bu doridan qo'llasangiz tuzaladi. Yo'q, bu bizni sinovimizdan o'tgan ko'p dorilar qo'llab ko'rganmiz bu uchun. Lekin hech qaysi dori bu holatda o'z natijasini bermagan. Mana ko'rib turganingizdek, orasida sog'lom ko'chatlar ham mavjud. Mana shunday har joyda bitta yarim ko'chatlarimiz mana bu yerda ham ko'rib turganingizdek, bu o'sishda ham ancha shu vaqtgacha o'zi farqlar anchagina sezilarli bo'lib qolgan. Mana ikki tarafida ham kasallangan ko'chatlar, o'rtada esa sog'lom ko'chat. Bu asosan buni yuqish sabablari o'zi qo'lda ham uncha ishlov jarayonida ham yuqadi-yu, lekin uncha ko'p emas. Ishlov jarayonida o'rtacha yuqish darajasi, o'rtacha, juda kuchli holat deb bilinmaydi, lekin asosan buni oq pashsha yuqtiradi. Ko'chatdan ko'chatga o'tib tashiydi, buni tashuvchisi. Chunki buni oq pashshalar buni ichidagi sulidan oziqlanadi. Oziqlangan paytda u oq pashshaning o'zida saqlanadi kasallik. Keyingi ko'chatga u tashuvchi vazifasini bajarib o'tkazib beradi. Shu uchun har doim ekin ekayotgan paytlaringizda ozroq e'tiborli bo'lishni, mana shunday xatolarga yo'l qo'ymaslikni so'ragan bo'lardim. Bunday videolar hali yana davomli bo'ladi. Qiziqarli videolar hali oldinda. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, bitta like va obuna tugmasini bosib qo'ying. Hali davomi zo'r bo'ladi. Endi mana shu holatlar bizga dars bo'ladi. Har bir ishimizda, har bir xatoyimiz keyingi qiladigan ishlarimiz uchun bir o'rnak vazifasida. Endi ko'p ekinning orasida mana shunday holatlar ham uchrab turadi.